onaning suti erkakning spermasidan paydo bo'ladi. Endi domlachiligini qilgani yaxshi, albatta. Endi domla bir androlog emas yoki seksopatolog emas yoki embriolog emas. Nimaga asoslanib endi bunaqa degan bilmadim. Onaning suti erkakning spermasidan hosil bo'lmaydi hech qachon. Bu na tibbiy nimaga to'g'ri keladi, umuman ilmiy asoslanmagan dalillarga to'g'ri kelmaydi bu. Umuman xo'p, nimadan hosil bo'ladi unda degan savol tug'iladi. Mana erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, insonning o'sha bosh miyasida gipofiz bezi bo'ladi. Ya'ni bu gipotalamusga borib taqaladi. Gipofiz bezidan chiqadigan prolaktin degan gormon bor. Prolaktin gormoni ayollarda ko'proq bo'ladi, erkaklarda kamroq bo'ladi. Nisbatan ayollarda ko'proq bu rivojlangan bo'ladi. Ya'ni prolaktin gormoni ayollarda sut ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Ya'ni ayol tug'ruqdan so'ng, ya'ni bola dunyoga kelganidan so'ng prolaktin gormoni sut bezlariga kuchli ta'sir qilishni boshlaydi. Ya'ni ularni stimullaydi, qo'zg'aydi. Natijada sut bezlaridan sut ishlab chiqarilishi ko'payadi. Erkaklarda prolaktin gormoni asosan testosteron gormonini ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Testosteron gormoni bu urug'ning sifatini ta'minlaydi. Ya'ni spermani sifatini, otalantirish qobiliyatini ta'minlaydi bu. Maryam onani eslamaymizmi? Maryam onani Iso alayhissalomni dunyoga keltirayotganda otasi bo'lmagan edi uni. Alloh taolo qodir zot uni. Iso alayhissalomni Alloh taolo otasiz dunyoga keltirdi. Ya'ni buni fanda partenogenez deydi. Ya'ni partenogenez degani bu otalanmasdan urug'lantirishga partenogenez deydi. Ya'ni Maryam ona Iso alayhissalomni otasiz dunyoga keltirdi Allohning qudrati ilohiyasi bilan. Agar biz sizni gapingizga quloq solsak, onaning suti erkakning spermasidan paydo bo'ladi desak, bunga ishonsak, mayli domla endi buni mutaxassis sifatida gapirdi desak, qarang. Unda Maryam ona qissasi, ya'ni Maryam onani Iso alayhissalomni tug'ishlariga biz e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, unda Iso alayhissalom onani qanday qilib o'sha laktatsiya davridan o'tdi, ya'ni emizish davri qanday bo'ldi unda? Chunki unda erkakda spermasi bo'lmagan, otasiz dunyoga kelgan bo'lsa u. Xo'p, bunga qanday javob berasiz bunga? O'sha partenogenez deyiladi buni. Ya'ni otalanmasdan urug'lanish, bokiralik usulida ko'payish deyiladi bu. Mana shu holatda erkak ishtirok etmayapti-yu. Unda sut paydo bo'lmagan ekanda, demak, shunaqa xulosaga kelib chiqadimi? Demak, Maryam onaning suti paydo bo'lmagan. Iso alayhissalomga sut bo'lmagan degan kelib chiqadimi? Chunki otasi bo'lmagan. Siz aytyapsiz, otani spermasidan paydo bo'ladi deyapsiz. Nonsens bu, paradoksal holat.